O'rtoqlar, men sizlarga shunaqa joydan, xullas Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani O'rta Ovul mahallasidan 10 sotuvli korobka holatida uy topib qo'ydim. Narxi ham shokolad narxda. Akalar ketdik, ko'rsataman. Mana yoningizda ikkita magazin, bu yoqda ham magazin, bu yoqda ham magazin. Bu yoq tomon Ohangaronga ketaverish. Ohangaronga gideta bir yana 3 kilometrmi shunaqa chiqadi. Nurafshon o'ziga ham 3 yoki 4 kilometr uzoqlikda. Qo'yliqqa bir 25 kilometr bo'lishi kerak. Taxmin etyapmiz, yana aldoqchi bo'lib qolmaylik, taxmin etyapmiz. 25 kilometr uzoqlikda. Food City'ga bir 22 kilometr bo'lishi kerak taxminan. Yoki undan ham kam. O'rtalar mana shu joy. Xudo xolasa kadastr dokumentlari hammasi joyida. Xudo xolasa kelgan odam yaxshi joy, korobka holatida qurib qo'yishgan. Mana shu tomondan sizga qoladi. Mana shu joydan eshik ochib olasiz mana. To'g'riga. Bu yo'llarni ham xudo xolasa tozalatib qo'yilishi kerak, hammasi. Ariqda suvlarni ko'ryapsiz, qanaqa oqib turganini. Qarang. Kengchilik, mo'nchilik, suv, gaz, svet, internet, kommunalka, hammasi zo'r, akalar. Pastda Farhod degan do'stimizning nomerlari, mana o'zini ham ko'rsatib beraman. Mana jigarim. Xudo xolasa o'zi sizlar kutib olishadi. O'zi kutib olib, xudo xolasa chiroyli muomala qilib, choy, kofelar bilan kutib, muomala qilib, mana shu joyda ko'rsatib boradi. Xudo xolasa. Ketdik bu yoqqa. Bu tomonlarda musor qilib qo'yishgan, prosta bu yerni tozalab, mana shu joydan devor ursangiz, bu ko'cha sizga qaraydi. Ketdik. O'zi bu yoqdan ham kirsam bo'lardi, Mayli endi. Yurdik kirib qo'ydik bu tomondan. Qanaqa joylashgan shu videoda ko'rganlarda hammasi ko'rsatdik. Xudo xolasa mana. Yomonlik yo'q. Mana Mikrofon manda lekin aka. Xo'p, mana kirdik. Mana bu uji darvozasi. Nimaga ko'chaning ustigacha sizga tegishli desam, u pashti nima deydi, chizmada shunaqa. Ko'chaning usti. Bu darvozani o'sha boya kirayotgan ariqni oldiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi joylar mana. Qo'shnilar yaxshi. Hamma nima deydi, uy olma, qo'shni ol degan narsalar bor. Mana hozir qo'shnilari mana qo'shnisining uyini qarab qo'yib, sipirib, tozalab qo'yishyapti. Qayerda bor shunaqa qo'shnilar, ha? Okalar. Mana siz yo'q paytingizda ham molingizni, mulkingizni himoyalab turadigan insonlar bor yon atrofda. Ketdik. Bismillah. Xolajon, videoga olyapmiz. Xafa bo'lmaysiz endi. Mana hovlini ko'ryapsizlar. Bu yoq tomon xudo xolasa erta indin uje tozalatib qo'yamiz. O'tlarni oldirib, polni devor bilan o'ralgan. 10 sotiq. Xo'p, nechiga necha edi, aka? 44 ga 24. 44 ga 24 fasadda. Mana. Xudo xolasa yaxshi joylar. Mana korobka holatda qilingan. Pishgan g'ish bilan pena blok aralash qurilgan. Mansardalar bilan qilib qo'yishgan. Qani, bismillah. Mana kirib o'z ichkarilarini ko'rsating aka. Kirganingizda mana ro'parangizda birinchi hol, mana holni kattaligini ko'ryapsiz. Qarang, mana kirganingizda hol. Siz orqaga yuring aka. Mana kirganingizda hol, bu tomonda o'ng qo'lingizda zal, bu tomon zal, bu yog'i sanuzel bo'ladi. Bu tomoni yana bitta, bu tomonga yana bitta spalnik qilib olsangiz bo'ladi. Tepalari mansarda hali anaqa bo'linmagan tepalari. Mana shu joydan tepaga nima deydi o'shani? Zina qo'yib chiqib ketsa bo'ladi. Mana shu joyga zina qo'yiladi. Akalar, xudo xolasa yaxshi korobka holatlari, oyna eshiklarda yaxshi imzoni, romlarini, akpan romlarini qo'yib qo'yishgan ekan. Sesnalarni ham mana baquvvat qilgan. Ko'ryapsiz. O'zi aslida misol uchun pena deyshadi-yu, lekin pena bo'lgani bilan hozirgi kunda hech kim bir televizorda devorga ko'pincha holatda ilaverishmaydi. Misol uchun maksimum televizor bilan konsler ilinishi mumkin. Oldingidaqa devorga nimadirlar qoqish yo'q hozir. Hatto bitta sana javob bitta naqib qo'yiladi, aboy qilinadi, bo'l, tamom. Asosiy narsalar mana shu betonlari. Kirganingizda ham bu tomonda
Sanuzeli bor. Mana mashina ham sanuzelga tashlab ketilgan. Kirganingizda mehmonlar birinchi kirgan paytda shu yerda qo'llarini yuvib, bu tomonga mehmonxonaga kirib ketaverishadi. Xullas, kadastr dokumentlari hamma narsa yaxshi. Xudo xolasa Farhod degan do'stimiz o'zlari kutib oladi. Pastda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Uyda narxini endi aytaylik, qancha deb o'ylaysiz? Qani, narxni aytmadim, boshidan biroz cho'zib yurdim. Nimaga? Chunki videoni oxirigacha ko'rishlaringiz uchun ozgina ko'rsatib borishim kerak edi. Keyin sizlar ham oxirida izohlarga o'z fikrlaringizni yozishingiz kerak. Haqiqatan o'sha narxga arziydimi? Haqiqat bu negativ qilsanglar, negativ qilinglar. Haqiqatan arziydigan bo'lsa, arziydigan qilib qo'yinglar. Xullas, manzil Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Birlik mahallasida joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalida tashab beriladi. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Qo'yluning o'ziga 25, Food Cityga 22 kilometr uzoqlikda. Ohangaron bilan Nurafshon To'ytapani trassasini yo'li ustida joylashgan. Tadbirkorchilik, biznes qilishga ham imkoniyatlar yaxshi. Ko'chalarda maktab, bog'cha, magazin, hamma narsalar yaxshi. Gaz, suv, kommunalga hammasi zo'r. Kelasiz, bu uyda remont qilib, bemalol kirib yashasangiz bo'ladigan shart-sharoitda. Pastda Farhod akaning nomerlarini qo'yib qo'yganmiz, o'zlari kutib oladi. Syomka olayotgan bola ham o'zlari. O'zingiz bitta ko'rsatib yuboring aka. Qaraman, kelinglar, xudo xolasa yaxshi. Muomala qilib bitta kofe, muzdek kofe bilan sizlar kutib oladi, xudo xolasa. Shunaqa. Raqamlari sotgan ham, olgan ham Alloh barakasini bersin. 35 ming qo'yyapmiz. Yana ozroq o'tib beradigan joyi bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu uy, mana shu xonadon sizga nasib qilsin.